Buni ildizi kuymaydi, buni anaqa faqat maydalashib ketgan. Aka, buni katta soch bo'lishi qiyinroq endi bular. Mana bu haqiqiy sochingiz. Bu hammasi o'zi tamom bo'lgan degani. Buni kattalashtirish bo'ladi. 3-4 oy, 5-6 oy, 1 yilga o'shab turamiz, lekin yana to'kilaveradi-da. Bu ukamiz kelishgan, anazlar bir qancha topshirishgan. Lekin hozir ko'rikka kelishda apparatda ko'ryapman. Androgenni alopesiya, hozir ko'rsatib o'taman. Xo'p, sochlari to'kilib borgan, genetik, yoshlari o'rtacha 40 yoshda. Bularga nima qilish kerak? Hozir konkret qiladigan narsa soch ekish kerak. Soch ekilganda ham oldiga ekib chiqiladi, keyinchalik tepa soha bo'yoqlari to'kilishi mumkin. 7-daraja bo'ladi. Mana shunday soch to'kilishi mumkin. Keyinchalik yana bitta etapda ekiladi, bo'ldi. Hozirgi holatda bitta etapda 3,5 ming, 4 mingta bilan to'liq qoplanadi. Shu bilan muammo hal. Adib u joyga bor, bu joyga bor. Ayniqsa anaqa buqoqli gormoni bu kasallikda umuman kerak emas. Endi qolgan balkim umumiy tahlillar, dori yozish uchun bu narsa uchun kerakdir, lekin mabanazlar umuman ortiqcha. Bularga taxminan qancha pul ketgan ekan endi? 500 ming ketdi. 500 ming atrofida. Taxminan. Endi shuncha pul misol bekorga ketgan deb qo'ygan. Shunaqa.